Suyakni tez sinuvchan bo'lishiga sabab suyaklar osteoporoz holati hisoblanadi. Ya'ni bu asosan yosh katta insonlarda kuzatiladi. Xo'p, organizmda kalsiy yetishmovchiligi, vitamin D, magniy, sink kabi mineral moddalar yetishmovchiligi natijasida ba'zi bir suyaklar, g'avoq suyaklar sinuvchan bo'lib qoladi. Ya'ni o'z prочныйligini yo'qotadi. O'zi normada suyakda ikkita ishchi bo'ladi. Suyak hujayralari ikkita hujayralardan iborat bo'ladi. Ya'ni bittasi osteoblastlar, bittasi osteoklastlar. Buni tasavvur qilishingiz mumkin, ikkita usta deb. Usta biri uyni quradi, g'ishtni quradi, biri g'ishtni oladi. Osteoporoz kasalligida g'ishtni oladigan ustalarning ishi aktivlashib ketadi, ishni qo'yadigan ustalarga nisbatan. Shuning hisobiga suyaklar mo'rtlashib ketadi. Bifosfonat dori vositalari suyakni g'ishtni oladigan ustalarni ishini uxlatib qo'yadi va ishini to'xtatadi. Shuning hisobiga g'isht ko'payib sekin-asta suyak прочный bo'lib mustahkamlanib oladi. Foydali bo'ldimi? Unday bo'lsa, obuna bo'lish esdan chiqmasin.